O'zgidromet 28-iyun 3-iyul kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotgani sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqini xavfi borligini ogohlantirdi. Tabiiy ofatlardan aholini muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan taqdirda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini shakllantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, xavfli hududlarda istiqomat qiluvchi aholini ogohlantirish, ularning tayyorgarligini oshirish maqsadida joylarda turli o'quv-amaliy mashqlar tashkil etilmoqda. Bu borada Pop tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan tog' oldi hududi sanalgan Imon ota mahalla fuqarolar yig'ini aholisi ishtirokida keng qamrovli o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Tog' oldi hududi sanalgan Pop tumanida joylashgan Imon ota mahalla fuqarolar yig'ini aholisi ishtirokida keng qamrovli o'quv mashqi o'tkazildi. Mahalla uchun tayyorlangan favqulodda vaziyatlarda foydalanishga mo'ljallangan maxsus jihozlar va texnik vositalar, birinchi yordam aptechkalar, maxsus kiyim-boshlar, xavf xatarlarini baholash xaritalari, evakuatsiya rejalari hamda aholini tezkor xabardor qilishga xizmat qiluvchi axborot burchaklari namoyish etildi. Shuningdek, ishtirokchilarga sel va boshqa tabiiy ofatlar vaqtida amal qilinishi lozim bo'lgan xavfsizlik qoidalari yuzasidan tushunchalar berildi. Asosiy maqsad, ya'ni favqulodda vaziyat sodir bo'lsa, fuqarolar qanday harakat qiladi, jabrlanganda ularga birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha o'quv mashg'uloti davomida tushunchalar berildi. Hamda o'sha sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tog'li hudud bo'lganligi sababli sel va suv toshqinlari yuzaga kelganda fuqarolar qanday evakuatsiya qilinadi, moddiy tovar boyliklari hamda o'zlarini hayotini saqlash maqsadida pana joylarga, yuqori joylarga chiqish bo'yicha, ya'ni ularga tushuncha hamda yo'riqnomalar berildi. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish, aholining xavfsizlik madaniyatini yuksaltirish va tabiiy hamda texnogen ofatlarga tayyorgarlikni kuchaytirish borasida amalga oshirilayotgan bunday tadbirlar har bir fuqaroning hayoti va salomatligini muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va ogohlikni saqlash har qanday favqulodda vaziyatning salbiy oqibatlarini kamaytirishning eng samarali omillaridan biri hisoblanadi. Bu kun Hulkar Ismoilova, Namangan.